Voqean bir silsila bizlarda musofir bachalarimizdan shikoyatlarimiz bor. Qissa qiladi. Sanaki rohoy qochoqqa ki bor, hatto jonlarini, qo'llarini kafiga olib xorijlarga safar qilgan pillasiga o'zlari e'tirof qiladi, men sani musofiratligimga oyatul kursini yodlab edim. Men falon kishvarga oshib borgunimcha 1000 dafa istig'for aytdim Allohga. 1000 dafa Alloh Alloh deb Xudoni yodlab edim. Zamoniki rohat bo'ldingiz, zamoniki o'rga bordingiz, Alloh nima uchun yodingizdan chiqadi? Oyatul kursiyki yodlab zajjav nola qiladingiz qochoqlarning qo'liga. Endi nima uchun 5 vaqt namozdan bir vaqtini o'qimaysiz? Do'stlar bor shikoyat qiladi. Hatto shunday insonlar bor, shunday javonlar bor, 10 yil bo'libdi musofiratga bizlar ko'rganimiz yo'q, bir dafa sajda qilgan bo'lsa, bir dafa namoz o'qigan bo'lsa. Nima narsa umid beradi sizga? Qachongacha borsiz siz? Ani shundoq bir insonlar agar Xudoy noxosta nasli javonlarimizni, xususan musofirlarimizni Alloh hifz qilsin, agar bir voqea ilohiy bilan dunyodan ketkiday bo'lsa, bizlar majbur sho'rga keltirib ustlariga tabligh, va'z, nasihat, Qur'on o'qib janozasini o'qiymiz. Darholiki 10 yil ham Allohga bir inson sajda qilgan bo'lmasa, qanday uni janozasini ustiga to'plasin bir inson? Estagfiru robbakum. Xudoy noxosta bu emaski bizlar bu nasl javondan ba'di biz kelsa, va Xudo qasamiki har bir tekoni kishilarda oyog'iga urilsa, bizda qalban ruhan hozirda bo'ladi. Saniki bor musibatni tagiga yanchilgan pilla bizga Allohga tavba qilib istig'for qilsak va saniki rohat bo'lgan bizga Xoliqimizni yodimizdan chiqarsak. Hasan Basri rahimahulloh bu kishiga ham aytadilar-ki, istagfir robbak, Parvardigoringdan istig'for tilagan. Hikmatini so'raydi, janob. Qarzdorlikka ham istig'for deysiz, rizq ro'zisi kam faqr faqoga giriftorga ham istig'for aytdaysiz, va ayni hol avlodi yo'qqa ham istig'for aytdaysiz, va ayni hol bo'ston bog'i qurib ketgan insonga ham istig'for deysiz. Kamal hikmat nimada? Aytlarki, Alloh mutol Qur'onga aytadiki, faqul tastagfiru robbakum innahu kana g'affara va yursilu alaykumus samaa midrara va yumdidukum bi amwalin va banin. Ey mu'minlar, Allohga istig'for tavba qilinglar. Shu Allohdek osmondan sizlarga suv yendiradi. Shu Allohdek sizlarga ko'mak beradi bi amwalin, mol doroilar bilan va banina, avlodhoy solih shu Alloh beradi va barakati istig'for bilan. Istagfiru robbakum.